Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun zalimizda Humoyun Mirzo mehmonimiz bor. 3 karra MMA bo'yicha O'zbekiston chempioni hamda 2 karra Osiyo chempioni hamda 2024 O'zbekistonda bo'lib o'tgan Jahon chempionatida oltin medal sohibi. Endi ukamizdan taassurotlarini so'raymiz. Assalomu alaykum. Impuls sport klub jamoa a'zolari va muxlislari. Bugun akamiz zalida mehmonmiz. Bulovosh rayonida, o'zimiz rayon. Zal xudo xolasa zo'r. Gap so'zi yo'q, hamma yo'q, atmosfera. Qolaversa tav yo'q, mushok. MMAga ham sharoitlar bor ekan, hamma sharoitlar, o'fqda crossfit hamma yo'qda. Atmosfera zo'r, zal menga yoqdi aka. Xudo xolasa bu yerdan o'zimizga o'xshagan yurtning chempionlar chiqishini xohlaymiz. Kelinglar bu yerga, shug'ullaninglar. O'zinglar uchun ham, musobaqaga chiqmasanglar ham o'zinglar uchun ham sport, sog'lik zarur deydi-ku, kelib shug'ullansanglar, xudo xolasa. Biz ham shu yerdamiz. Mehmonimiz bir ikki oy shu yerdaman. O'rganadigan narsalar bo'lsa, qo'ldan kelgancha biz ham o'rgatamiz. Ya'ni akamiz o'rgatadi. Zal xudo xolasa zo'r, menga yoqdi. Menga yoqqan xudo xolasa Bulovosh rayon fondi Andijon viloyatiga yoqsa kerak bo'lsa. Rahmat, salomat bo'linglar. Gapingizga qolamiz. Qolgan hammalarni kelaverasizlar zalimizda. Hammalar yetib bo'lsa kutib qolamiz.